Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar birodarimiz. Ba'zida tanish bilishlarimga, yaqinlarimga borib, bu ishni qilmagin deb bironta bir gunohni ustida turgan ishiga nasihat qiladigan bo'lsam, xohlagan ishimni qilaman deb aytadi. Ya'ni ishing bo'lmasa, xohlagan ishimni qilaman deb aytadi. Shariatda mana shunday deb aytishlik joizmi deb so'rabdilar. Bunday savollarni ko'p ulamolarga berishgan. Ibn Usaymin va boshqalari bu narsaga javob berib aytishganki, musulmon kishi xohlagan ishimni qilaman deb aytishligi joiz emas. Balki musulmon banda Robbisini xohlaganini qiladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohlaganini qiladi. Musulmon kishi men xohlaganimni qilaman deb aytadigan kishi emas, balki musulmon Robbim xohlaganini qilaman deydi va Rasuli xohlaganini qilaman deydi. Va mana shu bilan inson Allohga bandachilik qiladi. Agar inson Allohga bandalik qilmasdan men xohlaganimni qilaman deydigan bo'lsa, bu o'zini nafsiga va shaytonga banda bo'ladi. O'shanga qulchilik qilgan bo'ladi. Shuning uchun musulmon kishi xohlagan ishimni qilaman deb aytishligi joiz emas, balki men Robbim xohlaganini qilaman, men Rasuli xohlaganini qilaman deb aytishligi kerak va amalda ham mana shu narsaga amal qilishlik kerak. Ammo men xohlagan ishimni qilaman deb aytishlik bu johiliyat gaplardan hisoblanadi. Musulmon kishiga bu narsa to'g'ri kelmaydi, vallohu a'lam.